Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Menga kimyo 2022-yil 88, 89, 90 va 91-masalalar yechimini ko'rib chiqamiz. 88-savolga qarasak, 0.25 mol moddaning massasi 38 grammga teng bo'lsa, uning molyar massasini aniqlang degan. Demak, 0.25 molimiz 38 grammga teng. 1 molimiz qancha desak, proporsiya usulida 1 da 38 ga ko'paytirib 0.25 ga bo'lsak, 152 gramm kelib chiqadi. Demak, 88-misolimizning to'g'ri javobi D javob. 89-misolimizga qarasak, massasi necha gramm bo'lgan metan 1.12 litr hajmni egallaydi degan. Demak, normal sharoit bizda 22.4 litr. 22.4 litr 16 grammga teng normal sharoitda. 1.12 litr esa proporsiya qilsak 0.8 gramm kelib chiqadi. Ya'ni 1.12 litrda 0.8 grammni egallaydi. 0.8 grammi normal sharoitda 1.12 litr hajmni egallaydi degan ma'noni bildiradi. 90-savolga qarasak, 5.6 litr normal sharoitda is gazining qancha gramm keladi? Demak, is gazi molyar massasi 28 gramm taqsim molga teng bo'ladi. Miqdorini topsak, 5.6 litrni 22.4 litr taqsim molga bo'lsak, bu yerda litrlar qisqarib ketadi. 5.6 ni 22.4 litrga bo'lsak, 0.25 mol kelib chiqadi. 0.25 mol kelib chiqadi. Demak, undan keyin biz massani topamiz. Massani topish uchun bizga berilgan, ya'ni topgan molimizni moddaning molyar massasiga ko'paytiramiz. 0.25 molda 28 gramm taqsim molga ko'paytirsak 7 gramm kelib chiqadi bizda. Demak, 90-savolimizning to'g'ri javobi B javob. 91-savolga qarasak, 0.15 mol oltin gugurt toroksid qancha hajmni egallaydi normal sharoitda? Demak, mana oltin gugurt toroksid 1 moli har doim 22.4 litr hajmni egallaydi. Bizdan 0.15 moli so'ralgan. 0.15 moli qancha deb x desak, proporsiya usulida 0.15 da 22.4 litrga ko'paytirib 1 ga bo'lsak, bizda 3.36 litr hajm kelib chiqadi. Demak, 91-savolimizning to'g'ri javobi bizda C javob.